Baget nonlar shunaqa mazali bo'lib chiqishini bilganimda faqat shu usulda tayyorlagan bo'lardim. Retseptga like bosib, jarayonni kuzating va shu usulda siz ham tayyorlab ko'ring. Iliq suv, yog' va Freemani quruq sut mahsulotlaridan 2 qoshiq solamiz. Sut o'rnida bemalol foydalanishingiz mumkin. Oshirma xamir, blinchiklar, pankeklarga juda ham mazali bo'ladi. Dro'jja, tuz, shakar solib yaxshilab aralashtiramiz. Un solib yumshoqqina xamir qoramiz. Ustini paket bilan o'rab, issiq joyga oshirishga qo'yamiz. Aytgancha oshirishdan oldin xamirni tagini va ustini yog'lash esingizdan chiqmasin. Oshgan xamirni teng 3 zuvolaga bo'lib olamiz. Tayyor zuvolalarni yana 10-15 daqiqaga tindirishga qo'yamiz. Bu orada kastrul yoki qozonga qaynagan suvni qo'yamiz va 1 qoshiq tuz solamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Tingan xamirlarni qaynoq suvga 30-40 sekundga botirib qo'yamiz. Botirganda ham har tarafini aylantirib turishimiz kerak. Sal kattaroq idishga solganingiz yaxshi, sababi xamirlar suvga tushgandan keyin yanada oshadi. Xamirlarni liskka terib pichoq yordamida kesib chiqamiz. Ustiga tuxum sarig'i, kunjut sepib 180 gradusga 30-40 daqiqaga pishirishga qo'yamiz. Aynan shu usulda non tayyorlab ko'ring. Do'kondan hech qachon sotib olmaysiz. Yumshoqqina mayin mazali nonlar tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Aytgancha sahifamga o'tsangiz, bundan da ko'p retseptlarni topasiz. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangizningkiga mehmonga keling.